Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem azizlar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana Ramazon hayitiga ham yetib keldik. Muhterem azizlar, bizni yoshimiz ulg'aydi. Dahriy zamonda tug'ilib, dahriy zamonda voyaga yetib, deyarli umrimiz shunda o'tdi. Muhtaram azizlar, bu hayit bo'lgan paytida nafaqat masjidni yo'lini to'sish, masjidlarga chiqarmaslik, hatto guzarlarda ham bolalar to'planib bir bayramona bir kayfiyatda xursandchilik qilib yurishlikni ham tez maxsus idoradagi vakillar kelib tez tarqatib shunga qarshilik ko'rsatib turadigan zamonda yashab, o'shanda tug'ilib, o'shanda zamonda yashadik. Eng achinarlisi holat shu darajada pastkashlikki, qabriston nima degan narsa? Qabriston ota bobolarimizni ziyoratini qilish, shularni bir yo'qlash, shularni bir ruhini shod qilish maqsadida chiqishlik qadimdan odat bo'lib kelgan. Shuni ham alohida o'sha maxsus idoradagi kishilar qabristonni yo'lida ham, darvozasida ham turib olib, shunga ham qarshilik ko'rsatardi. Muhtaram azizlar, bu hayitimizni, har ikkita bayramimizni yaqin 30 yil bo'lay deb qoldi, menimcha bo'ldi ham hisob. Rasmiy ravishda hukumatimiz tarafdan shu narsani rasmiy bayram sifatida e'lon qilinganligi, bizga imkoniyat berilinganligi, yurtboshimiz tarafdan alohida siz bilan bizni tabriklanishligi, shu darajada imkoniyat bo'lganiga 30 yil bo'lgan bo'lsa-da, hali biz bayramni qay tarzda o'tkazishlikni biz kattalar bilmaymiz birinchi o'rinda. Chunki haligi aytmoqchi, hayotimizda o'shunaqa davrda yashaganligimiz uchun. Ming afsuski, mustaqillikdan keyin ham hali shu narsani anglab yetmadik. Birodarlar, bu hayit Parvardigorni amriga ijobat qilib, ro'zalarni tutib, qiyomul layllarni qilib, Parvardigorni roziligini topgan bir katta saodatga erishganligimiz uchun Parvardigor bizga shunaqa bayram, xursandlik, nihoyatda buni shukronasini vali tukabbirulloha ala ma hadakum degan Alloh Qur'onda bu o'rinda Parvardigorni shu ulug' ne'matga, islom ne'matiga, iymon ne'matiga, Parvardigorga itoat qilishlik ne'matiga erishganligimiz uchun Parvardigorni buyukligini eslab unga hamd sano aytishlik uchun bizga mana shunaqa xursandlik kunni, bayramni nishonlashlikni Alloh bizga buyurgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bu narsani tavsiya qilganlar. O'tgan salafi solihlarimiz bir sezilarli darajada bayramni shu bayramona kayfiyatda o'tkazishgan. Ming afsuski, dindan uzoq bo'lganligimiz uchun, qolaversa dindan ham ancha munda xabardor topib, mana kenglik bo'lgandan keyin ancha muncha bundan boxabar bo'lganimizda ham hozirgacha mana shu hayitni qay tarzda o'tkazishlikka bir harakatimiz ham yo'q, bunga bir ishtiyoqimiz ham yo'q, bunga shu darajada e'tiborsizmiz. Bu juda ham achinarli holat. G'ayri dinlar, musulmonlardan boshqalar qanaqa qilib o'z bayramlarini 15 kun, kira bo'lsa 1 oy oldindan ko'chalarni bezatgan, ishxonalarni oldini bezatgan, oyna eshiklarini bezatgan, shu darajada bunga qancha tayyorgarlik, pishiriq kuydirgiyu har xil narsalarni yetarli darajada bu tansiqliq taomlarni ko'chalarga yarmarka qilib, har joylarga, yoshlarga, odamlarga shu narsaga sharoitlarni yaratishligini hammamiz yaxshi bilamiz. Hammamiz shunda 100% qatnashib kelganmiz hozirgacha. Biz qachon hayit uchun bir chiroyli, bir boshqa bir millat vakillari ko'rganda mashalloh deydigan, o'zimizga munosib, dinimizni ta'limotiga, bir tavsiyasiga munosib hayit qilamiz birodarlar. Qachon qilamiz buni? Yana qancha vaqt kerak?
30 yil oz muddatmi? Shu bugun bir go'dak bola tug'ilsa 30 yoshga kirishligi qancha muddat bu, birodarlar? Shuning uchun men tavsiya qiladigan, sizlarga nihoyatda uqtirib shu narsani, bizni hayotimiz endi o'tdi. Hozirgi davr endi bu yangi zamon davr talabi o'zgacha bir millat faxri, yurtimizni faxri, dinimizni bir haqiqiy bir ravnaqiyu, ro'yobiyu, hamma ko'rsa bir havas qiladigan bir namuna oladigan bir dinda bo'lsak, buni endi har taraflama bir go'zal tarzda chiroyli o'tkazishlikni harakatida bo'lishlik hammamizni bir chiroyli vazifamiz. Biz buni o'rniga mana ertaga endi karantin munosabati bilan bu hayit namozlarini ham o'qishlikdan mahrum bo'lib turibmiz. Alloh hammamizga sabr bersin, lekin bunga itoat qilib, bu narsaga uyimizda shu narsani chiroyli bir duoyu tavbalarimizni, hamdu sanolarimizni qilishlikka Xudo xolasa mana shunchalik holatlarga ega bo'lib turibmiz. Alloh shunga ham hamdu sano. Tez kunlarda kelgusi hayitlarda Xudo o'shani bir bayramona ko'chalarda, masjidlarda nihoyat darajada chiroyli tarzda ilohim o'tkazishlikni Xudo tez kunlarda Alloh nasib ro'zi aylasin kelgusi bayramlarimizni. Lekin hayit namozlari bo'lgan paytida men shu ko'pincha shunga azm solib e'tibor berganman. Masjidlarimiz to'lib toshib, ko'chalar to'lib toshganligiga zavqingiz keladi. Albatta, alhamdulillah, namozlardagi jamoatlar. Ammo 15 minutdan keyin haybaru haydar yo'q. O'shancha odam qayerga ketdi? Qayerga ketdi? Qani ko'chalardagi bayramona bir kayfiyat, shod-xurramlik, bolalarning ko'zidagi bir nihoyatda xushchaqchaqlik, ularga yaratilgan bir shart-sharoitlar qani? Qachon bo'ladi bu narsalar hammasi? Uni o'rniga namozni haligi masjidda oldida joy namozni qo'ltiqlab turadi. Ha desangiz, meni yangi hayitim bor, men orqaroqda o'qimasam bo'lmaydi deb, o'sha namozni ham, namozdagi imom domlalarimizni chiroyli suhbatlaridan bebahra bo'lib, oxirida imidimi namozni tezda o'qib olib turib uyga shoshilishlik holatlar 100% odat tusiga kirgan, birodarlar. 100%. Mana shuning uchun biz dinda buyurilmagan narsalar bilan mashg'ul bo'lganligimiz uchun dinimizda buyurilgan narsalardan bebahramiz, uni qay darajadaligini ma'lumotidan ham bexabarmiz va buning uchun bir himmatimiz ham yo'q, maqsadimiz ham yo'q, buning uchun bir oldindan reja harakatlarimiz ham yo'q. Hammasi ana shu dinimizda yo'q bo'lgan narsalar, musibatxona. Bir yil ichida o'tgan kishini albatta borib turib xonadoniga fotihavozlik qilishlik, shunaqa holatlar, yangi hayitlarda yurishliklar badanimizga singib ketgan, birodarlar. Bundan men mutlaqo 100% bu narsani qoralamoqchi emasman. O'zingizni yaqin bir aka-ukalaringiz, singillaringizda bir musibat bo'lib, farzandu anjumanidan judo bo'lib, undan bir 5ta, 4ta, 2ta, 3ta yetimlar qolgan bo'lsa, albatta bugungi kunlarda ularni holidan xabardor bo'lib, chiroyli hayitlilarni qo'liga berib, ularga chiroyli kiyimlarni olib berib, qo'llariga chiroyli yetarli bir mablag'lardan ehson in'om qilishlik, bu ota-buvalarimizdan haqiqiy bizga meros bo'lib qolgan narsa. Ota-buvalarimiz nihoyat darajada ma'rifatparvar, nihoyatda dinini yaxshi bilgan, nihoyatda silay rahmni yuqori darajada qilgan zotlar ular. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Men o'ylayman, mana shu Arafa kunlari shunaqa borishlik ham shundan qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Faqat kelgusi paytlarda bu narsa haddan ziyodalashib, mahalla ko'ylayu palon pistollar ham bormasam bo'lmaydi degan keng qamrovda shunaqa bo'lib ketgan, hamma bir bayramni o'rniga, oilasi bilan chiroyli o'ltirishliklarni o'rniga shodu xurram bo'lib, nihoyatda yuksak darajada kayfiyatda xushchaqchaqlik bilan juda ham bir shu kunlarga yetib kelganligini shukronasini oilaviy tarzda yaqinlari bilan bayramona dasturxon atrofida o'tirishlikni o'rniga ana shunaqa palon joyga bormasam bo'lmaydi, piston joyga bormasam bo'lmaydi deb shunaqa musibatxonalarda aylanib yurishlik, ular ham
bitta stolni tashqariga 5-10 ta stolni qo'yib olib, yana o'sha oldingi musibat choponini-yu, bir ro'molini-yu, belbog'ini boylab, yana ular o'tirishlik odatlar juda ham achinarli holatlar, birodarlar. Dinimizda hech qachon bunga buyurilgan emas. Hech qachon. Hatto bizning shariatimizda 3 kundan keyin bir joyga musibat bo'lgan musibat xonadonga ta'ziya uchun borishlik makruh deyilgan kitobimizda. Nima sababdan makruh? Sabab shuki, musibat zadalani yana yarasini yangilaydi deyilgan. Bizda musibat 3 kungacha xolos ozodorlik. 3 kundan keyin ruxsat yo'q. Illo deganlar bir safarda bo'lib qolsa bir kishi-yu, safar asnosida kelsa, yaqin bir kishisi haqiqatda vafot qilgan bo'lsa, shunga ruxsat borib turib hol so'rab, shunga bir ta'ziya bildirishligi deb mustasno tariqasida safardan kelgan kishiga ruxsat berilgan. Bizni ahvolimiz qay darajadaligini ko'rib turibsiz mana. Shu darajaga yetib kelganmiz, birodarlar. Bir xursand bo'lib bayram qilishlikning o'rniga albatta shunaqa holatlarni shu yangitdan o'zimiz o'ylab chiqib, bunga ovqatlarni qilib, o 80-yillarda 90-yilgacha biz to xizmatda bo'lgunimizgacha alohida bitta qo'y so'ymasa bo'lmasdi yangi yut uchun. Albatta bitta qo'y so'yiladi. U bormisan, yo imkoniyating bormi, yo'qmi, yo'q, unga umuman qaralmagan. Qayerdan bo'lsa ham, qarz olib bo'lsa ham topib, albatta bitta jonliq so'yib turib, shu yangi hayit qilingan. Biz alhamdulillah 5 yilga yaqin bo'lgan xizmatimizda shunga qattiq kirishib, nihoyat darajada chiroyli targ'ib qilib, bu narsani bid'at ekanligi, shariatimizda bu narsaga mutlaqo ruxsat yo'qligi yaxshigina bayon qilganmiz. Alloh rozi bo'lsin, Namangan xalqidan roziman. Bizni Namanganda anchalayin bu narsalar yo'lga qo'yilgan. Anchalayin. Musibatxonalarda ovqat qilib 3-kuni 3 deydi. Qanaqa ovqatlarni qiladi? Qora osh deydi xotinlar buni. Qanaqa ishlar bo'lardi-yu? Hammasi barham topgan. Alloh rozi bo'lsin. Bizni Namangan bu borada qo'shni viloyatlarga namuna. Bizni xizmatimiz, ulamolarimizning, ahli ilmlarimizning xizmatlaridan alhamdulillah bu narsalar yo'lga tushgan. Ammo lekin bu degani shu to'la 100% natijaga erishdik degan emas. Vaqt o'tishi bilan yana odam o'zini qiliqlariga, avvalgi urf odatiga qaytishlik tabiiy bor ekan. Amr ma'ruflar vaqti kelib uzilishligini borasida, shuni natijasida qandaydir xalqimiz yana o'zini bilganini qilishlik, o'ziga shu narsa chiroyli ko'rinish, mana shunga borib siz ham qatnashsangiz, sizni yaxshi odam, sizni ahli sunna val jamoa, bu odam juda e'tiqodi yaxshi deydigan baholar bo'ladi. Agar bunga qarshi turib, buni e'tiroz bildirib, buni qaytaradigan bo'lsangiz, sizni ahli sunna val jamoadan chiqarib, boshqa bir adashib ketgan firqalarning nomini sizni nomingizga qo'yishlik ming afsus boshiga salla kiyib, anchalayin ulamolikni davosini qilib, shariatni men ushlab turganman, men bo'lmasam o'zi hamma bid'at ahli bo'lib ketadi deydigan kishilar oralarimizda yo'q emas, birodarlar. Juda ham achinarli holat. Alloh jalla va ala u ulug'larimizga, u ahli ilmlarimizga doim sunnatda mustahkam turish, xalqimizni doim hidoyatiga sabab bo'lishlik baxtini Alloh bersin, hidoyatini bersin. Ulamolarimiz bu borada ham jihat bo'lishlikni Xudo nasib etsin. Dinimizni ko'rsatmalariga mukammal amal qilib, shunda payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnatlarini xalqimizga doim o'zimizda ham shu narsani shakli shamoilimiz u axloq va hamidalarimizda chiroyli bir mujassam qilib, xalqqa peshvo bo'lib, boshqalarni ham shu dinimizga yot bo'lgan illatlardan doim qaytarishlikni biz ulamolarga Alloh o'zi nasib ro'zi aylasin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.